masalan bog'liq bu o'yinga o'zi shunaqa bo'lyapti bu yil. Xabi Alonso boshchiligida ham har bir uchrashuv murabbiyning taqdirini hal qiladigan o'yindagi yangilarda hozir ham shu sanoq ketdi. Assalomu alaykum hurmatli guruhdoshlar. Mana shunaqa kanallar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Valikano futbolchilari va Chouameni bosim yana Asensio darvozabon orqali Courtois orqali o'ynashyapti. Yomon emas o'tkazayotgan bosimi. Arda Asensio yana Güler oldingi chiziqqa to'pni uzatib beryapti. Bittada hal qilmoqchi shekilli bo'ldi hozir, lekin uning uzatmasi o'ta muvaffaqiyatsiz chiqqanini ko'rdik va bu qaytanga Rayo Valikano futbolchilariga yana imkon ulashyapti.